7 ayning 8 kuni Yaponiyaning tarixdagi eng ta'siri kuchli bosh vazirlaridan biri bo'lgan Shinzo Abening qasdga uchrashi butun Yapon jamiyatini emas, Uyg'urlarni qattiq sarosimaga selivatdi. Xitoyga qattiq qo'l bo'lish bilan dang chiqargan xalqaro jamiyatda o'zining isil fazilati va yuksak diplomatik iqtidori bilan alohida hurmatga sazovor bo'lgan Shinzo Abening tuyuqsiz qasdga uchrashi Uyg'urlar uchun bir cho'ng yo'qotish bo'ldi. Shinzo Abe vafot bo'lgandan keyin Tokiodagi bir qism Uyg'urlar Yaponiya Uyg'ur jamiyatining tayyorlab bergan ta'ziyanomasini ilib, Naradagi Shinzo Abe vafot bo'lgan yerga kelgan. Bu Uyg'urlarning maqsadi Shinzo Abega ta'ziya bildirish, shundaqla shu fursatda butun mamlakatdagi barliq taratqularning diqqati bo'lgan shu maydonda kishilarning diqqatini Uyg'ur masalasiga yana bir qatim jalb qilish edi. Degandek, odam dengiziga aylangan shu ta'ziya maydonida Uyg'urlardan boshqa chet elliklar yo'q edi. Yaponiya ommasi va Yaponiyadagi eng ta'siri kuchli taratqular Yaponlar bilan birga ta'ziya kelgan Uyg'urlarga hayron bo'lib, ularni bas-basda ziyorat qilgan. Ta'ziyaga borgan Uyg'urlar taratqularning diqqatini o'zlari faraz qilgandimi kuchlik jalb qilgan bo'lib, ular butun Yaponiyaga tarqatilgan taratqularda so'zlab, Shinzo Abening Osiyodagi eng kuchli demokratik davlatga bosh bo'lib, demokratiya va erkinlikni qo'g'dabli qolmay, butun dunyodagi liderlar ichida Uyg'urlar masalasiga eng ko'ngil bo'lgan va Uyg'urlar uchun amaliy ish qilib bergan rahbar ekanligini, Shinzo Abening vafotining Uyg'urlar uchun zo'r yo'qotish bo'lganligini, shu dunyodagi Uyg'urlarning cho'nqur qayg'uda ekanligini bildirgan. Shinzo Abening qasdga uchrashi to'limi tuyuqsiz va sirliq bo'lib, uningga orqadan o'q atgan qotil naq maydonda tutilgan. Qotil Yaponiya dengiz armiyasidan chekingan askar bo'lib, bu sirliq suiqasdning orqa ko'rinishi texi oshkorlanmagan. Shinzo Abega qasd qilguvchi yolg'iz bir odam bo'lmasdan, uningga sol tarafdan o'q atgan qotilning ko'rinishi sin ko'rinishlardan keyin bayqalgan. Shunga buning alohida planlangan suiqasd ekanligi aniq. Uning ustiga bu suiqasdning dal Yaponiyaning Xitoyga umumyuzlik hujum boshlagan 7 ayning 8 kuniga to'g'ri kelishi kishini o'yga soladi. Shinzo Abening o'limidan eng qayg'urgan xalq Yaponlardan qolsa Uyg'urlar bo'lgan bo'lsa, uning o'limidan eng xushal bo'lganlar Xitoylar bo'lgan. Xitoylar Yapon xalqini Xitoy oldida qilchimi ojiz his qildirmagan Shinzo Abega bo'lgan nafratini yoshirib qololmagan bo'lib, ijtimoiy taratqularda Xitoylarning Shinzo Abening o'limidan xushal bo'lib tabriklayotgan ko'rinishlar keng tarqalib, Xitoy millatining sharmanda abdi bashirisini dunyoga yana bir qatim namoyon qilib bergan. Shinzo Abe Yaponiyada xalqning hurmatiga sazovor bo'lgan kamtar, fazilatlik rahbar bo'lib qolmay, dunyoda Uyg'urlarni eng ko'p qabul qilgan davlat rahbarlaridan bo'lib qolgan. Shinzo Abe Uyg'urlarning Rabiya Qadir va Dolqun Aysadek yuqori darajalik siyosiy rahbarlar bilan ko'rishib qolmay, balki eng oddiy Uyg'ur faoliyatchilarigacha bo'lgan ko'plagan Uyg'urlarni huzurida qabul qilgan. Hatto u necha oy burun Uyg'urlarning bir necha kishilik vakillar o'migini qabul qilgan edi. Shinzo Abe Uyg'urlarning vaziyatiga yaqindan ko'ngil bo'lib qolmay, Uyg'urlarning Yaponiyada siyosiy faoliyat elib berishi va vatandaşlıqqa o'tish masalasini osonlashtirib bergan. Chet elliklarning vatandaşlıqqa o'tishi intayin tas bo'lgan Yaponiyada Shinzo Abening tirishchanligi bilan Uyg'urlarning vatandaşlıqqa o'tish masalasi zo'r darajada osonlashgan. Uningdan boshqa Shinzo Abe Xitoylarning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga kuchlik inkos bildirgan dunyo rahbari bo'lib, uning tirishchanligining natijasida Yaponiya parlamenti 2022-yili Xitoy Olimpikidan 3 kun burun qaror ma'qullab, Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoyatini ayblagan edi. Undan boshqa Shinzo Abe o'zining ta'sir kuchiga tayanib, dunyodagi nurg'un rahbarlar bilan ko'rishganda Uyg'ur masalasini tilga ilib, ularga ta'sir ko'rsatgan. Shinzo Abe 2019-yili 20 davlat boshliqlar yig'iniga Yaponiyaga kelgan Xi Jinping bilan ko'rishganda maxsus Uyg'ur masalasini o'tirib qo'ygan. Shinzo Abe Xitoyning
Asiyodagi nurg'un davlatlarga, hatto Yaponiyaga qilayotgan zo'migarlikini cho'nqur biladigan va uningga qattiq qarshi turib kelgan zot bo'lish sifati bilan Xitoyning Uyg'urlar qilayotgan zo'ravonligini yaxshi biladi va Uyg'urlarga haqiqiy ko'ngil bo'ladigan esil bir inson edi. Shu nuqtadan Uyg'urlarning Shinzo Abega hurmati va sevgisi cho'nqur edi. Uyg'urlar o'zining do'sti va dushmanini aniq taniy oladigan millat bo'lish sifati bilan Shinzo Abeni hargiz unutmaydi. Azod bo'lgandan keyingi Sharq Turkistonda Shinzo Abening nomi berilgan ko'chalarni va uning haykali tiklangan maktablarni ko'rganida, kelgusida Sharq Turkistonga sayohatga borgan yapon avlodlari bugungi tarixni hayronlik ilkida esiga oladi.